أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحيوان البحري فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم. Şu hayvanların kurulukta haram kılıngan bir hayvana ismi çıkan mesela halal da karede deydi. Mesela deniz iti, deniz çoşkusu, deniz edimi, deniz insanı da bağım da. Aynı bulunmayan ahvalda uçak halaldır. Umumen neyin geldi ki mavi? Yani bir mezhepte bunun başka adeti ki bunun aslında aram diyeti de belirtin başka bazı aslında. Öyle gelmez mi hayvanlar? Ya deniz hayvanlarının kaniyemiz diyen. Yani trik olsun o bilsek mi ışkı bilgili bulamdı bulmamdı. Fakale malikun la ba'se bi ekli cemi'i hayvanil bahr. Deniz hayvanlarının hemmine ilgili bulduğu dedi. İlla ennehu keriha khinzir alma. Bırak o su çoşkusu, su tongiz degandek bir hayvan boğan bolsa onu yiyişni mekruh edipti. Dep vakal entum tusammunahu khinzira. Sizler çoşku dep atıvalıslar bunu. Millet bu çoşku emas, bu suda yaşayan başka bir hayvan. İsminden sizler de atıvalın gap demekçi. Yani ben bunu alal deyman. Lekin çoşku dep turağalıqınga üçün ismi çoşku ağalıqdan sağ konuğum yaptırmaydı o demek. Ve bihi qala İbn Abi Leyla vel Evza'i ve Mücahid ve cumhurul ulema. Müşrilerin hammasi şunda qarashdi bo'ldi deydi. İmam Malik bilan. Peki İmam Malik bilan unda ishtiq kelganda ulumun çekilishi mumkin. Hozir İmam Malik hammani alaldi da, cho'shqa kelganda sal endi ko'ngli jiqindaroq bo'ldi. Lekin deniz istirgandan so'ng alaldi o'rdamasdan. Deniz eti saqanqur degan deniz eti qo'y. Illa anna minhum man yashtaritu fi ghayri samak at-tazkiya. Bu boshqa gap. Bular baliqdan boshqa unda tirik tutgan taqdirda bo'g'izlab yeyishimiz kerak deydigan bunda qarash yoki. Bo'g'izlash munosib. Lekin ishtiq kelgan chaqda buning ichidan yoqdaydiganlar bor. Yo'qot taqaddama dedik. Wa qala Layth ibn Sa'd amma insanul ma'i wa khinzirul ma'i fala yukalani ala shay'in min al-halat. Endi Layth ibn Sa'd faqih Masr bu su adimi, su çoşkusu degan narsani qat'iy yemayman çünkü ismi ma inson ma khinzir bo'lgan ismi deydi. Orijinal mamamda. Bas. İnsan okşamadan mesela. Bu rivayette anlayalım da millet bağımı yok mu? Ben bir kişi yılda mesela. Rivayette varken millet bağımı yok mu Allah? En büyüğde talaştaş sebep olan neyse, huwa hel yetenâvu lugatan ev şeran ismul khinzir vel insâne khinzir al ma'i ve insâni. Çoşka insan diyen söz, muş atalgı. Su çoşkısı, su insanı diyen, su edimi diyen neysini üzüçü alındı anlamda. Kurulatık ki her türlü çoşkılarımız sirkti tuğan, yavu çoşka, adetik çoşka, hemimiz çoşkandı. Lekin suda yaşayan bir çoşkulap kalsı bu mu şu kadar sirktamdı çeker bundu. Ve ala hada yecib en yundar fil kelam ila kulli hayvan fil bahr müşarikin li ismin fil luga. Undavanken muş isimga şerik olduğun denizki hayvanın her bir sıkıptan karab tekşirip baksak oldu. Yaki örüp adette okşaş bir katadı sanıldığın boz. Kanda hayvanga desem kuruğuluk ki bir haram kılınga hayvanga isimdaş olup kalsa ya örpede aşında okşaşlap işletilen bolsa ben tekşirip bakış gerek. Mesela et degenler. İşte haram degen karaştıkılan da bu su istivamda. Su işte kelbel bahr deymiz. Bu su işten doğu ya ki bu başka bir denizgi belakının bir durumu. Ve nazaru fi hadil mesele yerci'ül emreyn. Bu yada tatkikat edip bağımızda iki nesige karış gerek. Birincisi bu lugavi isimlamı dedi. Yani lugat tarafından lugat kilam karab şunu hesap kılıp kitamdık ya ki örp adet ve işletiş karamdık. Ve tani hel lil ismil müştereki umumun emla. İsim müşterek diyen aşağıma yaraydı gaysi. Anamı çoşkuduk, mağamı çoşkuduk. Ama şuttuğu müşterek. Cinsil khinzirim ise müşterek bir isim. Daha önce bunun umumluqı bağımı yokmadı. Umumluqı bolsa şu suda yaşayan hayvanımız çoşkuda batalgan bolsa şu okşaş degan qatağan ise şunu bir kısım bulup ketdi. فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم. Bunda ahval bolsa sunun insini, sunun çoşkusu degan sözne adet kuruluk çoşkusu, surul insini qalmış isimdaş olğaçqa aynı işletiversek bo'lib dedi. Faman sallama anna hadhihi al-asma' al-lugawiyyatun wa ra'a anna al-ism al-mushtaraki umumun demek bu lugat kelam qaraymiz.
lug'atda anda o'sha ishlatilgan bo'lsa o'z ichiga kiradimi shu cho'chqa hisobida yo inson hisobida deb qarasa, ondan shu mushtarak ismlar umumlikni bildirdi deb qarasa, bu chog'da nima deyish kerak? Shu suv cho'chqisi shu suv insonimi harom deyish kerak. Shunda deyishga majbur. Validalika tavaqqafa Malikun fi hada. Shuning uchun Imom Malik mushaga sal to'xtab qilib, sizlar cho'chqidaysizlar buni, lekin men uni unda harom deb qaramayman. Siz cho'chqida turib oldinglar demoqchi. Fadi halul hayvan al muharram al akl fi ash-shar' wal hayvan al mubah al akl. Demek şeriatda yesan bo'ladi, yesan bo'lmaydi degan aloqaga harom qilgan hayvonlarning bayoni shundan tugadi dedi. Şu hayvonlarni bayon qildik, unda ilgari qurolliqni bayon qildik, shundan tugab ketdi dedi. Hayvon toifasini chiqarib qoldi. أجمعوا على تحريم ما لم يكن موافقا Beliqdan boshqani harom deydi. Bu ijmoda so'zda şeydigan. Beliqdan boshqa cho'shqa itdan boshqasi. Ashinalar bu mazhabda qanday uni o'lab qolsin, tirik tutib olayli, qanday bo'g'di shar'iy bo'g'daydi u harom. Endi yerda ijmo degan gap joyida emas. Hamda o'simlik kelibdi. وأما النبات الذي هو غذاء حكم الخمر والأنبياء بيذهب يعني وأما النبات هو أشهد قيوان مؤلف تنقدر ما أخغى عبارة مؤلف عبارة وأما النبات الذي هو غذاء demek insan anda go'shtda o'simlik aytdi. Go'shtning ishini biz deb bo'ldi. Endi g'izo deb qaralgan o'simlik kelsak, fakulluhu halal, hammasi halal. Illal khamr. Faqat lam şu haraq lam haram. Yana onun başka vesairul enbida al-muttakhadati min al-usarat allati tatakhammaru ve min al-asal nafsi. Yana onda şerbetlan, usarat degan sıkıp çıkan meyveçilerini, üzümlüklerini sıkıp çıkan, şeker qo'shishini sıktık mesela. Portakal sıktık, ana sıktık, bu şerbetlerini işlep koysak ya suyu içilsak bir narsaga shunda işlep koysak bu haraqqa aylanib ketib qolgandan. İç. Bu haram dedim. Araqqa aylangan ekan. Yana asaldanmi endi sharbat yassak, bu sal bir muddat tursa ichib achchiq bo'lib qoladi, keyin mast qiladigan bo'lib qoldi. Bu chog'da bu araq bo'lib ketganlikdan haram bo'lib ketdi. Bu araq bo'lmasa, mast qilmasa, hammasi halol. Ammal khamru fa innahum ittafaqu ala tahrimi qaliliha va kathiriha. Araqninki izi olsun, ko'p olsun haram. Masalan, ko'pi deganimiz masalan masog'ichi issa shu ko'p bo'ldi. Endi masog'ichi issa haram bo'lgan bu araqninki bir qo'shiqda o'tlab baqsam bu haram. Bir qo'shiqda ya kadar issa masommas mumkin. Lekin izmi haram. Çünkü izi ko'pga ilib bordi deganday. Yani allati hiya min asiril anab. Endi bu haraq degan so'z hozir ittifoq kelgan holatda qanday desa, shu üzüm sharbatidan yasalgan haraq bu haraq hozir. Endi buningki izmi ko'pmi haram bo'ldi. Shuni bir qo'shib ichsakmi haram. İttifoq kelgan. Endi üzümni sharbati boshqa narsa ishlab chiqarilgan haraqning haraq damdiq yoki bu boshqa bir sharbat deb atandiq. Ma'noda boshqa masala bor. وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر. أنبذة degan nima? Buni biz cho'lirdik. Nabata degan bunda tashlab qo'ygan narsa. Suvga bizim ataldan gulini chiqarib qo'ysa, bunda bodil chul oldu. Shular uyda turib uzun bo'lsin, ya gula, ya xoma, bundan nasl bo'lsa, suvga chilab qo'yamiz buni. Chilab qo'ysak 5-6 soat, yarim kun, bir kun tursa, bunun shirin ta'mi chiqadi, ishidanga. Tatli shirindir, sharbat bo'ladi. Ana buni 2 kunda ortiq qo'yib qo'ysak, ichmay, sal tilni qo'riydigan bo'lib, tushmallashib, ichishga boshlaydi. Ba'zi usta paxtilishib qolishi mumkin. Buni balki issandan azroq mas qiladigan bo'ldi. Uzun turib ketsa, bulduqshib qaynagan bo'lsa, mas qilishi mumkin. Demak, bu anbida degan chulamdi. Chulininki suyi hozir ma'lum. Chula chilsak, undan chiqqan suyni anbida deymiz. Mushuna hukmidan ixtiloflashib qoldi. Buni albatta jiqolar. Agar mas qiladigan bo'lsa, mas qiladigan darajasi haram. Buni yana ittifoq. Masalan, cho'ng bir chaynakka shuni chilab qo'ygan bo'lsa, chaynaklik 1 kilo, masalan 1 litr suvi bor. Buni hammani ichsak mas qiladi. Mas qilsa haram. Hamma ittifoq. Lekin odamda bir iskan ichib qo'yishni bundan ba'zilar haram emas deb qaraydi. وأجمعوا على أن المسكر منها حرام. Demek hemmeyle ittifaqda mast qildigan bo'lsa, mast qilgan miqdorda ichish haram. Çünkü mast bo'lish haram. Faqala jumhur fuqaha al-Hijaz va jumhur al-muhaddisin. O'z vaqtidagi Hijaz faqihlari va muhaddislarning ko'pinchisi unda qalil al-anbidati va kathiruha al-muskirati haramun. Chuli suyiningmi ko'pini mast qildigan bo'lsa, ko'p haram bo'lgan ekan, haraqqa o'xshash izmi haram. Mesela 1 litr shu mast qildigan bo'lsa,
bir iske içip koyuşmu haramdır. Hayır mı xilaf hazır şu. Bu harak da atalmagandiken, bu harakni hukmini alamdı yoki boshqa bir sharab bo'lib, u masqinmagandiken hazır mas'ula sheklangan narsa uni masqinmagan holatda maydonda va jumhurul muhaddisi ijaz olimlari bular harakqa o'xshash bu deb. Az olsun köp olsun. Harakqa o'xshash deylar, shundan gap tugadi. Iznimi ish qilolmaydi. Bir qo'shiq mushmaysa, bir iska mushmaysa. Cumhur olmasa mana da farqlanadi. Cumhurma da kelamiz ekan shu Hijaz tarafdan o'z vaqtidagi Hijazning olimlari, andan ma keyingi muhaddislarning ko'pinchisi shular harom debdi. Va qala al-Iraqiyun, Iroq olimlarida Ibrohim an-Naxai, bu tabi, Sufyan Thawri, Ibn Abi Layla والشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة والسكر نفسه للعين. Bu daptan da mesqildigan şerbetlerden haram kılındığına aşı mesqildigan miktarda içiş. Yani mesullaşının o'zi haram kılıngan. Mesulmasan adrak samayla daptar dedi. Demek bu şu çağdaki Kufi tarafının alimleri, Irak tarafının alimleri ayında dep qarab ekan. Ma Hijaz tarafının alimleri İslam bulmaydı debdi ekan. Keyin andan u Kufi taraf, Irak tarafda yaşagan İmam Şafii'dek mesela, İmam Ahmed'dek alimler ma Hijaz aliminin qarşısında bo'lgan. Yani haram deb qaraganlar. Lekin bu Hijaziyin va Iraqiyin degan şu ma'lum bir vaqtda tabi'inlarning tabi'inning oraliqidagi bir chaqda ikki bo'linib ketgan demak. Qanaqa tushunamiz buni? Azroq ise mesela Hanefi mazhab yoki Iroq olimlarining nazarida ko'p issa mas qildigan narsani, sharobni yoki nabiy chul suyini azroq mas qilmaydigan holat birasga issan hech gap bo'lmaydi deydi. Mas qildigan holat jiq issan unda harom bo'ldi deydi. Haram bo'ldiqlar shu masqidek ichishimiz. Mesela issan bo'ldi demdi. Ya hozir hamda bizim için bahs qildim, dalilini bir tekshirib chiqqandan keyin birisi ko'nglimiz sal xotirjam bo'ldigan bir nima chiqadi. Dalil ahli bo'lgandan keyin biz dalilni tekshiramiz. Dalilni jinglab baxib qarasak, birisininki sal ig'ir olsa, shuni tutamiz. وسبب اختلاف تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب. Bu hadislar bilan qiyas bir-biriga zid gap qildi. Ma Ibn Abi Layla bizga ma'ruf, nima? Ibn Shubruma deganmi bu Kufiga qozi bo'lgan Imom Abu Hanifaning zamonida qozi bo'lgan olim. Antama Sharik ibn Abdullah an-Naxai bu Kufa tarafga qozi bo'lgan olim. Shu Abu Hanifadek olimlarni bu tanqishlari. Abu Hanifa bilan munozirlasha beşga olimlar. Ibn Abi Layla shu Abu Hanifa bilan nisbatan surkilish bo'lgan. Hamda Hijaz olimlari o'zining mazhabini kuchlantirib qaysi dalilni keldi desa, bular o'zining mazhabini o'tirib qo'yishda ikki xil yo'lni tutdi. Yani ikki xil tarafdan tegish qildi. Va tarafdan bir, va tarafdan ikki xil usulda. Birinchi usul al-athar varida fi zalik. Birinchi usul da shu hadisga bilan tayinibdi. Mana hadis va adab bilan shug'ullanibdi. Va tariqat thaniya tasmiyat al-anbida bi isma'iha khamran. Ikkinchi usul nebizning hammani haraq deb ataymiz. Haraq deb atsaqlan masalalar bo'ldi. Haraqmi haraq. Haraq bo'lgandan keyin izmi ko'pmi haram masala tugadi. Endi bu tariqa hadislar kelsak, min ashrul athar allati tamasak biha ahlul Hijaz ma rawahu Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman oldu. Abdurrahman ibn Avf'ning o'g'li Abu Salama oldu. An Aisha radhiyallohu anha annaha qalat ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an al-bit'i wa huwa nabizul asal wa huwa nabizul asal. Ya wa huwa nabizul asal. Xato. Bu Buxoriyning rivoyati ma'lum. İmam Malik'nin rivayeti. Çünkü nebizli asal aşı bita şu. Bu ayrım başka narsa emas. Bita hakkında soraldı. Bita degan çoğu azraq esaldan koyup lan şarap kılıp koyup koymuş. Koyup koysak bu yarım gün bir gün tutsa şu çürüsüyle güneş buldu. Muşan hakkında soğan da kullu şarabın askara fehu haram. Mesqigan her kanda şarap haramdır dedi. Bunu İmam Bukhari rivayet kılgan, İmam Malik rivayet kılgan. Ve qala Yahya ibn Ma'in, "Hada asah hadisin ruya an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi tahrimil muskir." Mesqildigan şarap hakkında, haramlıqda kelgänlikten en sahih şu depdi. Yani hadisden asaslangan muddaga delil barmı yok mu? Delilinde bak çıketmeydi. Çünkü mesqildigan miqdarda amele ittifaq. Mesqilgan bolsa biz onu aramamas deb turibmiz. Mesqilmaydiganni iç tarafida ixtiloflashdik. Ondan ve min aydan ma kharajahu Muslim an Ibn Umar radhiyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala kullu muskirin khamrun ve kullu khamrin haramun. Hadan hadisan sahihan. Mana mushkise sayedistor dedi. Mesqilgan arqandan khamr oldu. Khamrning namaz haram dedi. Lekin ma'ul deyishim mumkin bu bizlar ruxsat qilganda muskir emas so'ramiz. Şu ko'p qismini biz zaten uni haram deyishdan ittifoq qilib turibmiz.
Demek bu ikki hadisni hozir bu sahih hadis dedi. Birinchisi muttafaqun alayh, ikkinchisi sahih Muslim rivoyat qilgan. Bunun qarta biz javob bersak, ya'ni kimazab tikil javob bersa, bu hozir mas qildigan miqdorni harom deyishda shuni hadis shuni bildirdi dedi. Bu bizning nazarimizda harom, biz bu harom deymiz. Harom emas deb olmaymiz. Hozir bu ya talash tortish mas qilmaydigan miqdordagi narsalar. No'g'in mas qilmaydigan oz narsa bo'lsa harom deydiganqa shuni aslida dalil akadan deydi. Amaliyotda rasm bu bakunda jalliq dalil bo'lmaydi Allah. وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. من وازر إنق بر دليل سفتي كلام. وجد دلالة إنق مانا. شو نص وهو نص في موضوع الخلاف. ثلاثة نص دل مانا uç delil buldu der. Çünkü askara ketiru faqaliluhu haram der. Bizden delil talaş tahlilinin müşitte. Muşunda iniq delil keldi. Lekin hamda manın qarta bu xarajat Tirmizi ve Abu Davud debto. Lekin Nesai emas. Nesai'nin onda İbn Majah ve Ahmed var. Lekin İbn Majah Nesai rivayetini Abdullah ibn Amr ibn al-As rivayet qildi. Başqa rivayet. Ha. Demek muallif aziz kısmını şundan pomlu etken gel. Yani buni acizroq deb unum aytib Ben o derecede sayamaz, sayda paramayını da durur. Hazır bu sayd geldi vecil istilal qamlashmadi. Endi vecil istilal taz nasıl mana dal buldu degani bu saymaz deb turadi. Shuni hozir ishga esta unum aytib oldi. Yoki bo'limida deyish mumkin. Aroqning haromligi oyatning nas bilan isbotlangan. Endi ma boshqa malni harom qilish bu ahad bilan kelgan. Shunga biz Qur'onning nasini tutmaymiz deb turadi. Yoki uchinchi bir javob bu boshda shunda haramdi. Keyin ani mayli deb ruxsat qilgan. Boshda aroqdan saqlanish uchun bu nabiydan va shundan saqlanishga unda cheklangan. Endi bir muddat o'tib aroqning haromligi maydan kallasida o'rnab, uni xotirjam bo'lgandan keyin unda mana nabiydan istan bo'ldi deb olib qilgan. Shu Buxoriydami shunda bo'lib qoldi. Aslida boshda bizdan cheklagan, keyin undan har turli qachilarda nabiy qizim mayli deb ruxsat qilgan degan maxsus bab bor. Çıktıklar meskuldan küller bu degende onda düşünüşken Ya şu azim halını demek çoğuna esas şunu seçtim mi çekligen. Yani halaldıgan tariqada şu gün işlangan şunu seçtim çekligen dedi. Çünkü arak zamanında araklan aralışıp ketip bebarvalık konusunda çekligen. Keyin arakның işe ayrılıp iniqlab bo'lgandan keyin şunu seçip sanı buldu deb, yani bu şunu seçip sanı buldu yine meskuldan derecege apamay şu şiirin çağları sanı buldu deb ruhsat qilgan. Endi ikkinchi dalil keltirish usuli qaysi? Annal anbidada kulluha tusamma khamra. Shu suylarning hammasi aroq deb ataladi deb turadi. Falahum fi dalik tariqatan. Buni ikki xil yo'l bilan ifodalaydi ekan. Yahdama min jihati isbat al-asma bi tariq al-ishtiqaq. Ismlarni ishtiqaq turlanish yo'li orqali isbotlaydigan. Qaysi moddadan kelib chiqqan bo'lsa, shu mazmun bilan bu ikkisi chiqqan deb turadi. والثاني من جهة السماع كنيسة عندنا يعني مش حديث لا ترفدن. فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرة العقل. خمر ديان أقلنا يوجب قبلب ترولدغان. İşlemesi koyulganlık cihetten xamir deb atalgan, aqlni qaplı oldigan narsa deb bunda atalgan. Fawajaba lidalika an yantaliqa ismul xamr lughatan ala kulli ma khamara al-aql. Lakin aqlni qaplab ketilgan, işlemaydigan qilib qo'yilgan har qanday narsaga biz xamir deb aytsak bo'ldi deb turadi. Va hadi tariqa min isbat al-asma fiha ixtilafun bayna al-usuliyyin. Manda shaklda bir narsani isbotlash usuli olimi bahs bilan ixtiloflashgan, ko'pchilik olimlar bu qamlashmaydi bu usul degan. وهي غير مرضية عند الخراسانيين. Çoğul kişilerine mesela Khurasanlıklar, Bağdatçılar deb ayırsak, Khurasanlıklar fakat buna kavramas deb qaraydi. Amaliyotda bu isbat ve asma an tariq al-ishtiqaq ya qiyas bu acizin. Bu sunnatlarning fashetini şer'iyliğe vaqtida şu xamir degan nomlarni aqlni şu yo'lga ishlamas qilgan narsaning hammasi deb atildi deb Edison'dan şeriflerden yapıyor. Hozir aşında deb turgan gap aşu. Ayda deb turganga hozir unmaydiganlar chiqqan mesela shu. Mesela bu nimaga o'xshash desak, biz odatda namozimiz, bizning salat degan namoz nima? Bu namozdan keyin as-salat ala Rasul sallallohu alayhi vasallam bu musalla. Buni bo'lmasdan, buni taharat lozim. Namozda taharat lozim emasmi? Bu musalla, bu musalla. Buni taharat lozim deganda bunda qiyos qilib olsak, shu ishtiqoq qilmasma orqali buni binoyi isbotlamoqchi bo'lamiz. Shu bu bak ojizimda. Usul fiqh bak ojiz.
Endi ma'tiz qamlashmadi ma o. İkinci usuli ana shu hadislarga tayinish. Fa innahum qalu innahu wa illam yusallam lana an al-anbidata tusamma fi al-lughati khamran shar'an. Mushu chul suylari shariatda aroq deb atalmaydi rasamda. Buni e'tirof qildi. Unda atalmaydi to'g'ri. Boshqalama unda aroq deb ataymiz desak unmaydi. Unmay turvalinsa dedi. Unmay turvalinsa, amaliyat unmay turvalindi zadi. Qanday bo'ladi? Shar'iy dalillar buni isbotlaydi. Dalillar bizga deb turoldi. Dalil kelimiz demakchi. Vahtaju fi zalik demak bunda unvay turvalgan chaqdan bunda dalilni keldi bo'ladi. Bi hadis ibn Umar radhiyallohu anhu al-mutaqaddim. Ibn Umarning hadisini deganda kullu muskirin khamrun va kullu khamrin haramun deganda. Kullu muskir khamr deganni demakchidir, ha? Buni nima unda yuqoriga o'xshash, yana unda bir bo'lmaydi. Yani onun aşı meskildiğin muskir haletdeki şu ciyek bir kısmını aqlanda toplaşkan çağda şunu işitigan bolsa şunu xamirlab ataylı mı? Lekin bunu biz aramlıqda ispat. Lekin şunun az bir kısmını meskilmaydigan gayri muskir meselesi tarzı arkadaşlar. Ve bima ruwaydan an Abi Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala el-khamru min hatayni şeceratayn en-nakhlatu vel-inabah. Resulullah şuna dedi ki, arak muş iki daraxtın buludu, yasildi mesela, işildi. Xurma ve üzüm debdi. Bu İmam Müslim rivayet qiladi. Ve ma ruwiya aydan an ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala inna min al-inabi khamra. Üzümden mi arak yasildi? Asaldan mi arak yasildi? Kishmishdan mi arak yasildi? Buğdaydan mi arak yasildi? Ve ana anhaakum an kulli muskirin. Mana men sizlarni masqildigan har qanday narsani to'simadim. Yani bunu keldi shunama? An kulli muskir ma'noda. An qalil ma uskira kathiru demadi. Bu ma'noda shunday raqam. واستدلال انلام برخل عاجز فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة من bu Hicaz alimlarining shul suylarning az bir qismidan ko'p qismi masqildiganning az bir qismini harom deb qarashga asoslangan dalillar shular deydi. Hamda Iroq olimlarining dalillari qaysi ekan? فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. Yani bir arada imtinan tiyaqidi keltiriyotdi deydi. Yana o'sha bobda rivoyat qilgan bir qancha hadisni dalil keltirdi. Yani ma'naviy qiyos, yani qiyos orqali ham dalil keltirdi. Yani o'sha oyatni dalil keltirdi bular. Ve sizlar qaysi esa fa innahum qalu as-sakar huwal muskir. Yani müşahadadır. Biz xo'mi daraxti, üzümlarni bunda yaratib qo'ysak, shuning mevalaridan sizlar masqildigan sharoblarni, yani boshqa yaxshi rizqlarni yasab olasizlar dedi. İşleysizlar dedi. Walau kana muharramul ayni lama sammallohu rizqan hasana. Eğer o masqildigan narsa harom bo'lgan bo'lsa, az bir qismi harom bo'lgan bo'lsa, uni rizqan hasan demagan bo'ladi dedi. Yana bu Hanifi mazhabdagi olimlar Umar radhiyallohu anhuning zamonida bo'lgan ijmo'ni tayinladi. Umar radhiyallohu anhu ruxsat qilgan. Nebesichchi? Çünkü bazı diyorlarda, soğuk diyorlarda, bazı bir xil belva o'xshamaydigan yerda kechal olib ketib, shuni ishimizda toza tansalamizga o'xshamaganda shuni ishga buyurib chiqgan. Shu chog'da sahobalarmi ba'zi e'tiroz qilib qo'ygan bunda rimlarsini ishkizibdi. Shu chog'da Umar radhiyallohu anhu ruxsat qilgan chog'da sahobalar e'tiroz qilgan bo'lsa kinamiz ma'qul degan ijmo bor. Ruxsat qilgani shu oyda qilib chiqiniz ama harom qildingmi? Ya'ni issa harom bo'ldiganni endi az ishga ruxsat qilgan. Kezini ishga ruxsat qilgan. Ma'naviy mazhabni hozir demakchi o'g'li shu. Bu ijmo dalil bo'lmaydi. Wa amma al-athar allati i'tamaduha fi hadha al-bab famin ashhariha عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت الخمر لعينها عرق وزهرق وغلق شن haram qilinib ketgan va sakaru min g'ayriha masqildigan narsa boshqa sababdan ya'ni masqildiganlik jihatdan demakchi haram qilinib ketgan demakchi qalu hada nassun la yahtamilu ta'wil mana bu hech qanday ehtimollik yo'q aniq dalil mana bu shamol o'tmaydigan hadis demakchi va da'afahu ahli al-Hijaz ahli Hijaz ajiz deb qaradi bu hadisni لأن بعض رواته روى والمسكر من غير هذا يعني مسكر من غير هذا مضمون o'zgarib ketmaydi lekin ma'noning e'tiroz bildigan hozir bu yerda hadisning nasl e'tirof bor bizda bunda dil bundan sal masqildigan sharab nimadan harom qilindiysa boshqa sababdan haram qildi yani o'zi shu ashunda masqildigan sharab bo'lg'achqa harom emas u boshqa sababdan dedi u yani ashuningki sharobning o'zi harom bo'lganlikdan emas u endi masqildigan bo'lg'achqa harom qildi demoqchi
Unda onken mas qilmaydigini uchun halol demas. Natijada o'sha gapirdimmi? Ammo haroqninki haroq bo'lganlikcha harammi? Shun oz bo'lsin harammi? Ana. Shu rivoyatda balki as-sakar degan to'g'ri bo'lishi mumkin. Qur'on va taqdim sakaran deb keldi-ku. Sakar bo'lishi mumkin. Demak bu yerda bu muttarib demakchi, ya'ni sal ojizlashtirdim hadisni. Bu mavqufmiki? Shu mavquflik tarafdan doib bo'lishi mumkin. Al-inzon minhu sakaran va rizqan hasana deganda bu biz sakar deganni rizqan hasanan bilan sifatlasak bo'lmaydi. Bu etba mughayir shekillandagi. Jumhurning qarshida siz bunda obdan mevni chiqarib bersak, bunda shu harom narsalarni yasaysizlar, obdan rizqini ishlatiblar, yani unga buning ishlatib qo'ygan qanday qildiğini foydalaninglar degan bunda tariqada. ومنها حديث شريك عن سماك ابن حرب بإسناده عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا خرجات tahavi. Ya bu hadisda men sizlarni har turli qachilardan shu tushili sevishqa, sharab ishlashdan to'sqandim deydi. Endi bundan keyin sizlar qolganlarcha shironga sharab yasayapmiz. Lekin masala qilmanglar. Yani aziz tanımayla, lekin masoratda ishmanglar demoqchi. Buni tahavi rivoyat qilgan. Esnada Hasan bo'lishi mumkin. Tahavi rivoyat qilgan. Ma'nimi chatoq bilan chiqibdi, tamam. Amari bundan lafzi yo'q. Asl lafzi deganning إني نحيتكم أن نبذ الأوعية أذى وإن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام. البخاري حديثا كل مسكر حرام. ورووا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال شهدت تحريم النبي كما شهدتم ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم. Nebizninki aram qilishni men sizga ko'rganda ko'rgan, ondan halol qilinganini ko'rgan keyin. U halol qilinganini va esimchin saqladim, siz unutib qoldinglar. Demak, boshda cheklanganda keyin ruxsat qilingan demakchi. Ibn Mas'udning gapiradi. وروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير. buğdaydan arpida yasalgan ikki turlik bir sharab bor. Buning birisiga mizr yoki mizr deb ism qo'yganlar, yana birisiga bit'i deb ism qo'yganlar. Buni qazini istakulaya ishmamdoq deb so'ragan chaqda Rasulullah ishraba va la taskara deb. Ichinglar lekin masbab qilmanglar. Yani masbmaydigan darajada sanmayli dedi. Tarajal tahavi aydan buni hukmini debda mushlar bilanmi yuqoriga boshqadismi? Shu hadisning oyog'ida 4 rakam qo'yib tegiga İşraba ve la teşkara degan bu lafzi yo'q. Aslan la teşraban muskiran deganlar. Başqalar buni hisoblangan. Bu lafzilar Buxoriyda yo'q. Demak, mushunda bir necha hadisni dalil qilib akildi deydi. Oldingi hadisni Sahihul Albanidir. Hamda shu lafzilarmi yoki shuni yaqin kasratda shuni dalil o'tib ketdimi bu birga? Hadi mas'ullikni ashlardan sayt. وأما احتجاجهم من جهة النظر أنه قياس تربتن قد ذلك فإنهم قالوا قد نص القرآن أن علة التحريم في الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك. الصد عن ذكر الله وإيقاع العداوة والبغضاء مش إلا أساسا حرام قلنغم إلتنا آيات بيان قلده مش آيات حاضر أش مس قلدغن مقداردaki şöyle şeylerdi babı mes qilmaydigan miqdorda unda illat yo'q. Mesela şu araqdan boshqa şöyle suydek narsani sal ichib qolgan mesela pishmanlashgan şu chulning suyini bir qoshiq bir iskan istemas bulamdos mas bo'lmaydi. Unda unga sabdan zikrillah nada bu yerda iqal adava nada yo'q. Illat yo'qdir. Qiyos qilmaydi oldi. Bunda illat ko'rsatsak masalan bu yerdan namozning aniq qilishcha yoki elimni ushmaydigan yerda jindib yerda ichibni qismida adolat yoki Allohning zikrini to'smaydigan yana nega yolg'iz yerda ichib u cho'qim mas'ulab boshqalarning qashi chiqmaydi deymaymiz-da. O'chibani ko'chalarga chiqib boshqalarni tutib qoladi. Ichib voy men hammadan saqlanma degani bilan zinani qilib qoldi, bolani taraf qoladi. Bu umum insonlarning ahvolini ko'zitib bayon qiladi. Shu ba'zi Yevropaliklar shuni e'tiroz qilib baqqan.
bu kalva bil ecnebiye haram deyikensizler. Bağı biz nahayet anlıq, biz medeniyimde. Bu ayoluyla yalnızında oturup kalsa, mukattığında setak çıkarıp kalmayımız. Bunda olsa, ben kalva kıysam, hiçbir bulmaydı iken, ben setak çıkarmadan iken, deydi. Yani bizse bu harakdan iltimavı var. Lakin ben bir rümkülam içime mesulmayım, bir rümkün çıkışmayım adette. Ondan ki ben İstanbul'da deydi. Demek aşında delikanlı çıkıdamdı. Çıkan iken bu insanların ahvalı qarab, öz xahiş boyunca nisbet haram, nisbet halal deyildiğin bir narsa aynı kılıp, tutumsuz narsa olup kaldı. Peki biz şeriat kişilerin umum köpçülük ahvalını göz tutup, bunda belgilegen narsa olgan iken, mening için bunda ahvalım qartabında deb turası bulmaydı. Ma'qul, bu ahvalim qartamında deb turmab. Başqa adamlar xalq qilib satan bilan bir o'ttasi sadash qurdi. Men o'ttasam sadash qilmayman deb turmaqul. Lekin degan bilan keyin o'ttasa sadash chiqarish mumkin. Tushunaman? O'tiramaydi uni. Demak, umum kishilarga bir yurish bunda ijro qilingan hukm bo'lgan ekan bu meningcha bunda, mening ahvolim bunda deb bunda qilwas bo'lmaydi. Shunda ma'noda. Hanafi ulemalari buni ayni haram bu yoki illat bilan haram bo'ladi. Lekin jumhurlar bu ayni haram degan o'xshagan narsani tanlashgan. Masalan, Hanafi ulemalari bu ayni haram emas, mushqadisa aroqni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochishni qo'lga tutsang bo'ladi degan. Lekin shu aroq holatida ayni haram. Ochishni o'zgargan chaqda u bashnasi o'zgargan ekan, bu aroq emas, bu chaqda pakiz. Aroq holatida shu ayni haram. Ayni bo'lgan narsa unda o'zgarmaydi deb turibdi. Masalan, to'ng'izning go'shti ayni endi bu. Buni har qanday ishlab, har qanday qilib buni halol qilamiz. Masalan, to'ng'iz tuzg'anlikka halol deydi-ku bu mazhabda. Ha? To'ng'iz tuzg'anlikka halol deydi. To'ng'izning go'shti. Tamam şu, to'ng'izning go'shti aylanib şu. Eshakning go'shti aylanib ketadi. Çünkü nimaga aylansa, aylangan holatida hukm qilamiz deydi. Shu istihala nazariyasi degan shu. Demak, o'sha oyatda aroqning harom qilinish illatini bayon qildi dedi. Bu illat hozir aroqqa o'xshatsak, mast qiladigan miqdordagi sharobda bo'ladi. Uningdan oz qismida bo'lmaydi. Favajaba yakun zalikal qatr wal haram. Undaganda mast qiladigan miqdor asharam bo'ldi. Uningda izi haram bo'lmaydi. Faqat lam ijmo kelgan bir o'rin bo'lsa bo'ladi. Ijmo kelgan o'rin bo'lsa qaysi? Aroqning izmi haram, ko'pimi haram degan ijmo bo'ldi. Demak bu izi ijmoan haram bo'lib ketdi. Bu ayette bunun aşımında dereceye yetkin haramda bunun illetini gösterip koydu dedi. Yani izide o illet yok mesela. Bir rumkidan İslam'a sonmayma, saddan zikrillah, namazın tosaş bombaydı mı? Bir rumki çıktık yanına tarttık, namazı çıkıyırmadı. Mesela icma var mı ya da icman çeklendi bu deyimizde. Yani en güzel icma var mı? Yok. Bu çeklenmedi. Onun izin İslam bulu doğru demek. قالوا وهذا النوع من القياس يلحق بالنص mana. Muşunda türlü kıyaslap kalsa, nas dalalatı derecede şunda yukarı derecede aynen da uçqa şu degendek lam buludu de. Kıyas desak maqis adayının lafzı kelgendek lam buludu demek. Yani bek yukarı manamız. Yani hada kıyasun qavi demek çadım yani. وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه. Şeriat illeti mavada köstük koyunu aşında ahıl kıyas kıysak bu kıyas bakışlık oldu. وقال المتأخرون من أهل النظر hem de bu kıyaslarının kim kelgelleri şimdi değilse bunun da müteahhirler özlerinin delillerini mi bir dansap bakar karşı tarafının mi dansap bakar lillah bir insaflık bir sözünü kıptan hüccetul hicaziyin min tariq as-sam'i aqwa yani hadis tarafından edip esaq hicazlıkının sal güçlü delili kıyas tarafından edip esaq Irak'ın güçlü hem celliqrak zaten وإذا كان هذا كما قال وأجر مشولا شندا ديجندك بلدغن بوسا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس. بيات هلاştaşının منبع نايورب تقلده hadisini kıyasın âlâ bileş, bunu üstün tutuşup takıldı. Ya ki ekşi, kıyasını hadiste üstün tutuş. Yani ikisi taarrud bulup kalan takdir. وهي مسألة مختلف فيها. Bu mumuna bulup kalan mesele değil. Ameliyatta da hadis aldın urun turdu, bundan keyin kıyas kıldı. Ekan da hadisning aş demakchi bo'lgan muddaga dalalati ajdira qilib qolsa, unda qiyas bak jalliq bo'lsa, bu chaqda ikkisida tanishib qoldim. Lakin al-haq anna al-athara idha kana nassan thabitan, mana haqiqatan elbette ma muallifning hozir lillah degan so'zi. Endi hadis zade nas darajalik bo'lsa, nas darajalik,
nayte şu demakchi bo'lgan muddani iniq qaliluhu aydan haram deb buni iniq degan bo'lsa fal vacib an yughallaba al qiyas o'char qiyasni cho'ritib ay nasni tutishimiz vacib amma idza kana zahirul lafzi muhtamilan lit ta'wil amma mana shu hadisning lafzi boshqacharoq tushunishga ehtimoli bo'lsa chunki qarshi taraf boshqaroq tushundiga ayndara ehtimollik bo'lib qolsa fa huna yataraddadun nazar bu chaqdan biz obdan tadqiq qilib qarab boqmasak bo'lmaydi hal yujma baynahuma bu ikkini jamlash mumkinmi masalan an yutawal lafzni boshqa bir ta'wil qilib qiyosga muvofiqlashtirib bundaroq ekan deb tushunamdiq ana bu mazhab tushunganday yoki lafzning zohirini eg'rivostirib mushkishlikda deb qarab qiyosni asta qo'yib qo'yamdiq va zalika muxtalifun bihasabi quwwati lafz min al-alfaz zahira mushmonda shu hadisning lafzi qanchalik darajada zohir qanchalik darajada boshqa ma'noga apog'ildi shuni qarab o'xshash emas va quvvat qiyasim min al-qiyasat allati tuqabiluha undan qarshi tarafdagi bu zahir lafzga xilof kelgan qiyosning kuchliq ojizligiga qaraymiz wala yudraku al-farq baynahuma illa bi-zawq al-aqli bu ikkisining o'rtasidagi manda kirishib ketgan ahvolda ya'ni tangma-tang kelib qolgan ahvolda buni ikkisining o'rtasidagi farqni faqatlan aqli jihatdan bak chiniqqan baklan buning ta'min tetish quvvati kuchib ketgan bo'lsa buning ta'minini tetib mandaraq deyalaydi kama yudrakul mawzun min al-kalam min ghayr al-mawzun xuddi shoirlik kasbida tajribasi bor odam she'r emas deb ayira olgandek deydi va rubbama kana zavqana al-tasavi endi bu ikki kishining zavqi tangma-tang kelib ikkisi xillik qilishi mumkin yo'q ma'qullik ma'jiz deb ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس شنو uchun mushtirlik mushunda tenkep qolgan ahvollarda talash-tartish ko'p bo'lib ketib ba'zi taqa hammasini to'g'ri deyapti deydi hammasi istat qilgan ekan hammasini to'g'ri deb ketdi ayirmagan ekan birisini to'g'ri biz xato deyolmay ikkisini to'g'ri deb kallasini saqaydi قال القاضي يعني ابن رشد والذي يظهر لي والله أعلم أن ما أيام بلدغنا شوكة مش مسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام يا مسوزة وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر يعني في المذهب تكله tushungan bo'yi tushunishmi sal mumkinchiligi bor bo'lsa-mu demak bu qadril muskirni o'z ichiga oladi mas qildigan bu jinsga narsani mas qilgan jinsga narsa shu nabizda ko'p qismi mas qildigan narsida bunun ko'p qismi maqsad qilindi buni masalan 1 litr issiq mas qilgan bo'lsa shuni maqsad qilgan ammo shu 1 litrning bir issiqini ichish maqsad qilmagan deb turib olgan bir ehtimol bor shu ehtimol ozroq bor yo'q demaymiz deydi shunda bo'lsa-mu فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب لكن أزرق من السلام وعرم دينجي آترف سهل إغراسه ده أغلب على الظن من تعليقه بالقدر demek bunun مقدار bağlap koygandan cinsini bağlaş sel إغراسه ده مقدار bağlan bolsa aşağı hemen İslam anda aram buldu cins bağlasak kaç İslam şunca aram buldu dedi. Nima uchun bu şey İغrasه ده yani cumhurning qarashi إغrasه ده aziz İslam ve aram degan qarash إغrasه ده desa لمكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون. Demek bu yer bir ihtimallık bağımdır. Bu ihtimallık ne için bademizde şu Kufiyullah istilal kılıp ekegen kıyas umusal eğrivaskallık taraftan bir ihtimallık bağda azrak ihtimallık koyup koyamaz dedi. Şunda bozman azrak ihtimallık koyup koysak mı? Lekiyana la fe innehu la yabudu an yuharrima şari'u qalilal muskiri ve kethirihi sedden liderayet ve taglidan. Bunda ehtimallik bo'lsa-mu Kufiylar o'ylagandek. Lekin shariatning ba'zi bir buzuqchilikning bahonining yo'lini taqash uchun oz narsani harom qilib o'tishi bujrat emas. Masalan bu oz narsa emas qilmaydi ekan. Lekin bu oz narsani ichsang mayli desak, oz narsani ichib keyin mas'ul bo'ladigan yoki asli bahona qilib bunda mas'uliyatsiz bahona ishlatib oladigan ahvol bo'lsa, saddal zariya buni harom qilib o'tishi mumkin shariatda. Çünkü saddal zariya bor edi. Al-halwa bil-ajnabiyya mu? Şundağı haram bo'lsa saddal zariya. Ayollarning masalan zibizdan sharaq istab, atirni purtmashimi haram qilgan. Nima uchun saddal zariya? O diqqat qilib, aqidama g'allamangab chataq qiladi. Zarara shu Malikilan ko'p bo'ldi Allah. Ma'anna darara innama yujadu fil kathir. Amaliyotda bu masqulash ya chataq chiqarish ahvoli nimada? Jiq issa undan chataq chiqdi. Lekin biz saddal zariya az ishni haram qilibdi deymiz. Bu shariatda bor ish deydi.
وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب. أما لأن إجماع بردك اتفاقدا شريعة عرقتا جنسنا اعتبار قلد مو قدر مو جنسنا اعتبار قلد. demek cinsine اعتبار قلد كان ومسؤولة على تجبس مسامو az İslamı aram. Şu cinsini İslamla Arap cinsini azrak İslamı aram dedi. Bu أما لأن şuna ittifak. Unda oğanıken فَوَجَبَ كُلُّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ عِلَّةُ الْخَمْرِ أَنْ يُلْحَقَ بِالْخَمْرِ. Bu mu Araqqa oqşıgan iken, bunda jiqsa mas'ulat çataqçılan bolgan iken, Araqqa qiyas qilib o'qishtiramiz. Bir qatorda aytibmiz dedi. وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة دليل على ذلك. Ish qism farqi bor deb turgan bo'lsa, qanday farq bo'lsa, bu Araqda mas'ulashidan Nabizning mas'ulashidan farqi bor deb turgan bo'lsa dalil kelsin. Hada illam yusallimu lana sihhat qawli sallallahu alayhi wasallam ma askara kathiruhu fa qalilu haraman. Ba'zisinin sal ajizligini, ya qarshira bu ajiz deb turganligini bilgachga, ma'zisni sayyamas deb unmay tursa, qarshi taraf. Unmay turganda biz yuqoriqaday bunda gapni qilamiz. Agar ma'qul deb qolsa, shunga, mushari saydi deb qolsa, bo'ldi bundan qochib qutulmaydi. Lam yajidu fikaka ama ondan kaçıp tutulamıyor. Çünkü faqalilu deb aniq babında. Fayna nasrun fi mawdal xilat. Talashda chiqqan nimada nas darajalik dalil mana. Hech qanday ehtimollik yo'q. Boshqasi nas darajalik emasda ehtimollik borda shunga qarib baxtda. Lekin ba'da hech qanday ehtimollik yo'q. Wala yasih an tu'arada an-nusus bil maqayis. Nanki shu masalada aniq bir narsa degan dalillarni o qiyosdan qiyosni ko'tarib chiqib qarshilik bildirish bo'lmaydi. Çünkü hadis kıyasının aldıda turduğun delil. Ve aydan fe inne şer'a kad akhbara enne fil khamr madarratan ve menfaaten. Yani şeriat yana ki Allah Teala bizge şu araqda fayda mı ziyan mı badep şuna haber qilgan. Faqala Teala qul fihima ithmun kebiru ve menafi'u lin-nas. وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها. Demek hazır mı ya da kaydın baz yamu bağda muş araqның aldı qiyas qılmoqchi olsa, qanday oldu? Köp haram bo'lar, az bir qismi halol bo'lish kerak dedi. Manafa'un nas bo'g'ina halol bo'lish kerak dedi. Lekin endi shariat hozir mush ziyanning nimasini akilgan paydadan a'lo bildi. Shuni a'lo bilib, ma'nidan saqlanishni a'lo bilib, uni harom qilib dedi. Paydadan voz kechdi dedi. Araq payda var azroq. Lekin jiqjan bo'lgan ekan, bu paydaning lozim emas bo'ldi, harom deyapti dedi. Unda bo'lgan ekan, shu araqdagi az paydadan voz kechib, iznimi ko'pini harom qilyapti. Vajib ayyakun al-amru kadalika fi kulli ma yujadu fihi illatu tahrim al-khamr. Araqni haram qilish illat tepildiga har qanday narsada shunda usullar minishimiz kerak. O'xshash. Illa yasbuta fi zalika fariqun shar'iy. Faqat lam ikkisining o'rtasida bunda farq bor degan shar'iy bir dalil kelsa, ma'qulda to'g'ri shar'iy dalil yo'q hozir. واتفقوا على أن الانتباذ حلال أنما başqansı o'tkazib ketadi. Jumhurning qarashida shuni suydire, agar ko'p issak mas'ulgan holatda bo'lsa, buning az bir qismini issakmi harom. Shu araqqa o'xshash. Aslida shuni olsin boshqa narsa olsin. Masalan, qimizni shunda deb oldik, jiq issani mas'uldi. Az issa mas'ulmaydi. Balki shunga o'xshash bo'lsin. Muallif boshini ishlandirdi. Shunga adisi bo'lsa, o ağzını qo'ymaydigan holat olsa ko'p ishvasi bo'ldi. Agar rasmiy ağzını qo'yib, noyta dushmanlashmada qilmasa tugatiladi. Shu Rasulullohmi masalan shu kunki ya oqshomni qo'ysa, atsa atgan tushkicha bunda ishitdi. Rasulullohga masalan Sahl ibn Sa'diningki to'y qilgan atsi ichigan chaqda ayoli oqshoma ishlab qo'ygan tushli suyni o'z qo'li bilan Rasululloh sungan. Bellala tamaratın fi tavrin deb kelgan. Bir qachiga qovmini ishlab qo'yib, oqshom ishlab qo'yibdi. Ataganda chigan chaqda Rasulullohga o'z qo'li bilan sungan. Shu ayni bu vaziyatdan undayda qovmining pishmishning sharbatlarini, bunda tushli suylarini qaynatib tushirsa, bu halol dedi. Mas qilmagan qadar, agar mas qilgan bo'lsa, o chaqda harom. Bu qaynab ko'pikni kesimi dedi. Mas qilmagan bo'lsa mayli. Mas qilmaydigan darajasi halol dedi. Ya'ni musallasnimi halol deydi. Yani bir mezhep. Yani Ebu Hanife'yle Ebu Yusuf'un karşı bu. Peki Muhammed Cumhur'la billah. Yani bir mezhepten. Kendisi ağırda öğütseydiniz. Destek dışında onun yüzünden suyunu çıkıp ondan lekin kaydı. Onunla başkanın güçünü sırdı. Başkanın kılını tükenmiş ondan lekin. Nedende başkanın şularını severse iş bakın olmayla.
Andikan qaynatib, uni qirqgan qo'yib qo'ysa, boshqalarni tevatgani texnik bek echanib tutarmish bu. Kalda qizdarmish. Qaynab 3dan 1 qoladi. Yo'q, 3dan 2 qaynab borganini ketib, 3dan 1 qolgan musallas. Uni ham may boshqalarni ko'ngaytib, agar 3dan 1dan chiqib qolsa, bu durusubdi, alomdi. 3dan 1 qilib musallas bo'lib qolsa, bu ham deb Janibi mazhabning qarashida, agar endi musallas bo'lsa, bu chog'da mas qilmaydigan bo'lsa, undan halol deydi. Bundan aslini ismiga yaxshi. Jumhurning qarashi, muallif tarjih qildi buni. Tarjih qilishmi hali urilib. Undan keyin xotirjam bo'lgan. Anda fasiqliga, qadam-qadamga bana olmas uchun buni ismiga yaxshi. Hamda boshqa masala o'tdi. Wattafaqu ala anna al-intibada halalun ma lam tahduth fihi shiddatul mutribatul khamriyya. Adam shuni yasash, shuni selish masalasi. Shuni selish o halal deydi. Lekin tushunsandim, bak kelib mutriba degan odamni unda ruhlantiradigan, qiziqadigan deydi. Bunda haraq xususiyati bak bo'lib ketadigan darajaga sanmay, bir kun, ikki kun shu islam ichadiganga saati halal deydi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam fantabidu va kullu muskirin haram. Shuni selinglar, lekin mas'ulligini haram. Va lima thabata anhu sallallohu alayhi vasallam annahu kana yantabidu. Rasulullah ona shuni salatda وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث. هذا استبلد لكن إشكالية أو شنو كانوا لقاسة تقول التاج شنو إيش بيتكلم مسألة ضم لقاو. واختلفوا من ذلك في مسألتين أن مشون مناسب إشكال مسألة إخلاف لاش برينسة في الأوان التي ينتبذ فيها. شو صدام قشلان أرتر قشا أيا كوزا يندك. والثانية في انتباذ شيئين مثل البصر والرطب. إشكالياتنا بجلشترب. Mesela üzüm bilen kanlıdılgan mesela. O şey mesela oru bilen almını, qo'mi bilen üzümni, ayında asal bilen yana orini degandek bunda aralashtirirish masalasi. Yani birinchi masalaga kelsak, fa inna majma' ala jawaz al-intibah fil asqiya. Asqiya degani tulum. Tulumlarda shunisi joiz deb buni ijmo keldi. Bu teridan yasaladigan tulum degan. Vaqtalafu fi ma sibaha. Undan boshqa qachilarda eji tavoq deymiz, ko'za, har turli oyoq deganday narsalar ixtiloflashdi. Farawa ibn al-Qasim an Malik, Malik Said ibn Qasim bundan rivoyat qildi. Annahu kariya al-intibada fi dubba. Imam Malik dubba degan qapoq kavaninki shunda uyutib shini qachidak bo'ldi. Mushiningda qapoq desak bo'ldi. Ya qapoq kava desak bo'ldi. Ishga tushib qoladi. Ko'pincha bunda so'g'ishtirgan shu qapoqni nima qilamiz? Demak, qapoqlarda shu serishni makruh deb qaragan. Val muzaffati. Muzaffat degan yig'ach qachidak bir narsa. Buni ishi qarimay, ya sirlaq, unda qarimay yaltiritilgan. Qarimay bo'lsa, bu shunda tiz ichtirgan bo'lishi mumkin. Qarimaylik bo'lsa. Zift degan shu mumbag'o qarimay. Ma asfaltga chizgan qarimay shunday. Shu muzaffat degan qarimay so'lgan oyoq deymiz. Walam yakrah ghayra dalik. Endi Imom Malik ikkidlam shu serish bo'lmaydi, boshqa sahasi bo'laverdi deb qarab. Wa kariya Thawri al-intibada fi ad-dubba'i wal-hantami wan-naqiri wal-muzaffat. Thawri Imom Ahmadni bir rivoyatda mush Thawri bilan bildigan, u to'rt turlik narsada shuni serishni makruh deb qarabdi. Bu Buxoriy Muslim hadisiga kelgan to'rt turlik narsa. Dubba degan qapoqdir. Hantam degani bu ko'p, mesela şu sapal degan narsa deymiz o. Ko'p. Naqir degan yog'ochni uyab yasagan. Qo'm yog'ochini uyab nima qilsa bir oyoqdagi narsa qilganda. Wa qala Abu Hanifa va ashabuhu. Imom Abu Hanifa shogirdlari, ya'ni boshqa jumhurlar billah bundan la ba'sa bil intibad fi jami' az-zuruf wal amani. Qanda qacha, tulum, mundazar, shu ag'lildigan narsa bo'lsa, shu sas bilaverdi. Demak, Abu Hanifa da qanda qachidan qiz bilaverdi. Va sabab ixtilofi al-athar fi hadha al-bab. Hadislar bir-biriga kelib qolgan. Va dalika annahu warada min tariq Ibn Abbas radhiyallahu anhu an-nahyu an al-intibad fi al-arba'a allati kariha Thawri va huwa hadithun thabit. Buxoriy Muslimda bu hadis bu to'rt qachida tulisirish chekilgan hadis. Wa rawa Malik an Ibn Umar radhiyallahu anhu fi al-Muwatta'i anna Nabiy sallallohu alayhi wasallam naha an al-intibad fi ad-dubba wal muzaffat. Demak, ma'noda ikkisi kapto. Ikkisi kelgan ba'zi ikkisi kelganini olibdi. وجاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق شريك عن سماك أنه قال كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفة تنتبذوا ولا أحل مسكرا. مجمع من الناس شو تسويش شكل جنتم أم ده سليور الله أم شكل ما يدون لكن مسكود غن ناس وسام أنا أرام دايما يعني بو مسكود غن درجة شكون بقى دينكن إنسان بوم ما يدون
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباه فانتبذوا من برون تسخنتم أمد سيرا الله وكل مسكر حرام فمن رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباه في هذه الأواني من ذلك الواكن başta مش تترلك ناسل دا قاçıda şülüsü şeklengen muş şekleme andın mensup olup ketken dese demişim mensup olup ketken dese lem yu'lam avna nehyun mutaqaddim gayri dalik uningda ilgiri şu sammanlar degan nahiyda ilgiri bir nahiy bamitda yo'qdi undan keyin şu sammanlar degan bir nahiy batı keyin anda selonlar degan buyruq kelgan undan keyin nima bo'ldi yejuzul intibah fi kulli shay bunda qarashkilar qanday qachi bo'lsa shu sasan bo'lardi dedi. Va men qala innan nahil mutaqaddimlarga nusakh ilgiri bir cheklama otdi. Bu bekor qilinib ketgan, lekin bu cheklama mutlaq tushunilish haqida kelgan cheklama edi. Desa nima bo'ldi? Baqiyan nahyu anil intibah fi hadhihi al-awani. Mana demak ekan bu. Aslida men so'rab ketgan cheklama qaysi desa, shu sammanglar degan cheklama edi. Bu bekor bo'lib ketdi. Bu bekor bo'lib ketgandan keyin nima qilib qoldi desa, va 4 qachil sammanglar. Va hamma sammanglar degan so'z, ma 4 sammang boshqasan bo'ldi degan qoldi demak. فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالآنيتين المذكورتين فيه. ابن عمر'ның hadisiga tayanganlar. Qaysi bu Ibn Umar'ның hadisi? Ibn Umar'ның mı? Muvatta Nabi sallam nahan al-intibah fi ad-dubba wal muzaffat. Qala bil aniyatain mazkuratayn fihi. Demek ikki qaçırdılar, şülisat bo'lmaydi dedi. Ve men ya'tamada fi zalik hadis ibn Abbas qala bil arba'a. Ibn Abbas'ın 4 qaçın tilg'aga hadisini onu tutgan bo'lsa, bu 4'de çekildi ama başka çekilmeydi deb qaradi. Li'annahu yatadammanu mazidan. Çünkü bu ikki qaraganda ikkisi ortiq. Ortiqni amal qilishimiz kerak. Vel muaradu baynahu ve bayna hadis ibn Umar. Endi bu hadis bilan Ibn Umar'ның hadisi ikkisini o'ttirib nima desa, innama hiya min babi dalil xitob. Mafhum muxolifatan kelib chiqdi. Ikkida samma degani ma ikkidan boshqa sasan bo'ldi deyapti. Ya'ni marisda ikkidan boshqa yana ma ikkida samma degan bo'ldi. Kelib qoldi deb. Sabit bo'lgandan keyin boshqalarni sayy bo'lishi mumkin. Va fi kitab Muslim an-nahyu anil intibah fil hamtami. Sayy Muslimda mushu kufta shulisi shaqqa cheklim kelgan. Va fi annahu rakhasalam fihi idza kana ghayr muzaffat. Qarama yaltilmagan bo'lsa, uni ruxsat qilindi deb kelgan dedi. Bu bunda nima ekan? Shu Abu Hanifaninki qanday qachi bo'lsa, shunday bo'ldi degani shu kuchli qildi. Çünkü yani kaçır münasebesiz. Mesela o aslında meşgulduğun da derece bulup baş. Yani bu bazı kaçırılığının için bunda tılgı ağan. Dese bunun da bazıda aynı tiz eşitliğinden hususiyet var. Mesela kapakta şunda bir hususiyet buluşu mümkün. Adeti başka yağışa teridi bulması mümkün. Sırlangan ya ki karıma yaltılgan olsa bunun tekme eşi mümkün. Tiz. Bunun da bunda bir mecaz var. Mecaz mesela alakatı mahalliye diyende işte hadisini okuduğun olsa balağının bildi okusa bu Arap dilinin üslubunu ondan düşünerek. Ay, doğrularcan da başka tercüme kanalını aslında tercüme yaptı. Aslında bu kasıtın dostları nasıl tercüme yaptı ki okuyanların da bu kasıtın içerisinde bu mevzuat sonunda öğretmiş. Ha doğruçuluğun o aşı tavaklar sırlangan ko. Azim bak. Yani ikinci mesele ve yentibadul halitayn. Yani iki türlük meyveni birle arlaştırıp andın çilisasak bunu bir çeklim bağımdı. Bunu ıtlap bağ. Yani bu ikini taşlasak ne için çekilindi desek ikisi bizleşken takdirde tizam içip gittiği olur. Şimdi arlaştırgandık lan. فإن الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباه. Demek şöyle sağlı olduğundan nasıl olsa bu ikisi arlaştırılması haram diyen neydi? Makisi haram diyen de bu ameliyetten de doğru mu olmaz mı? Muhakkakın da bu da yakınmaktan başlıyor. İmam Nevevi mekruh diyen de tüken cumhurun. Kerahat tenzih de tutar. İmam Nevevi kerahat tenzih de karaydı cumhur de tutar. Yani bazı haram da karaptı. Yani İmam Ahmed, İshak ve Şafii mezhebinin köpüncüsü, Maliki'nin mezhebinin bir kısmı haram da karalıyor. Ama cumhur kerahat tenzih de tutar. Ve kâle kavmun bel intibâdu mekruh. Demek mekruh degene mana şu cumhur deydi. Ve kâle kavmun huve mubah. Yani bir grup alimler mubah depti. Ve Abu Hanife, Abu Yusuf. Ve kâle kavmun kullu khalitayni fehuma haram. Bazılar arlaşqanlar bu haram buldu. Ve illem yekuna mimma yaqbalanul intibah fima ahsibul an. Endi bunun adetimda isimli qilishcha, bu tushuli sağlığı olduğan narsa musulmon qanday ish turlik narsani aralashtirib so'g'ilsa
şunun bulardı. Mesela esellerden yani olmana, esellerden üzümle arlaştırsak bu haram bulup gidiyor doğru değil. Sen kan arlaştırdık o mesela. Kanını aramamdı. Peki onundan başka aslında ya kerinini taşlayıp tuttuk mesela. Ya başka taşıyırsın en azken. Ya başka. Aşından aslında taşlayıp mı aram tutmak karışık alınma. Başka tabii falan diken. Hem de ihtilafı sebep boğan narsalar taradduduhum fi halin nahil vardı fi zalik huwa alal karaha ev alal hazr. Müşahede çeklime mekruhlıkka bardıgan çeklime mi ya ki haramlıkka mı deydi. Ve izâ kulna innehu alal hazr fehal yedul ala fesadil menhi anhu am la. Hem buna haramlıkka barıttı bu desek bu çağda günah ulaş bilen billah onu fakat işletilmeden diyen bulamdı ya ki işletseniz bulurdu ki bunda kılsanız günah diyen bulamdı. Cumaga azan to'lg'an chog'i so'l sirtib kelsa shunda dedik qo'y. Bir qarashda so'l sirtib halol, lekin so'l sirtib qilganlik uchun gunoh. Yani bir qarashda so'l sirtibni hisoblamas. Va zalika annahu thabata anhu sallallohu alayhi vasallam annahu naha an yukhlata at-tamru waz-zabib. Mana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mush ikki narsani aralashtirishdan to'sgan dedi. Nima desa, xurmo bilan quruq uzumni, ya'ni zahu bilan rutabni. Zah degan bu odatda shu qo'mining boshqaning bunda sarg'aygan, hamda taqa tamchigan vaqti. Masalan, g'ura sar alurik bo'lgan, shu joyda tatliq va tamchirdi. Shunda bo'lgan vaqti bu zah degan. Rutab degan ta'miga rasmiy pishib qolganda bir vaqti. Bu ikkisini aralashtirib nima qilishdan to'sgan. Val busra va zabib, busr degan bu g'urisi. Quruq uzum bilan g'urini aralashtirib shuni qilishdan to'sgan deydi. Va fi ba'da annahu sallallohu alayhi vasallam qala la tantabidu zahwa va zabib jami'an. Sarg'ayg'ini bilan quruq uzumni aralashtirmanglar. Quruq xurmo bilan quruq uzumni aralashtirmanglar. Va antabidu kulla wahidin minhuma ala hada. Buni ayrim tilsidan degan. Fa yakhru fi zalika bi hasab at-ta'wil al-aqawil ath-thalatha. Undan keyin biz shuni bunda tushunsak, bu chaqda 3 xil qarash chiqadi deydi. Qavlun bi tahrimihi bir guruh olimlar buni haram degan. Bu bir xil qarash. Yana birisi gunoh bilan halol degan. Ya'ni bunda qilishing gunoh, lekin sen halol degan. Yana birisi bunda qilish makruh degan. Biz yuqorida buni bayon qilib bo'ldik. Yani Cumhur kerahat tenzidide İmam Ahmed İshaq ve bazı Şafiye ve bazı Malikiye haram dedi. Ebu Hanife, Ebu Yusuf'la mubah dedi. Cumhur mekruh dedi mi? Ne dedik? Lekin ma kitapta haramda turanına şu Cumhur dedi. İmam Nevi'nin gitmedi. İmam Nevi Cumhur mekruh dedi. Anta haram diganlar şu İmam Ahmed İshaq Şafi demişke, Maliki demişke. Mubah diganlar Ebu Hanife ile Ebu Yusuf. وأما من قال إنه مباح فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر. Mubah deganni aytgan bo'lsa, buni dalil yo'q, hamda balki bo'limi shu Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhuning hadisiga intabidu degani, burun chekilganda unda shu sartani mayli degan nimaga tayangan bo'lsin. Ya'ni shu sartani mayli degani aralashtirib salamsizlar, yolg'iz salamsizlar o'xshash demakchi. Ya'ni bu qiyasan ala halil infirad deymiz. Ayrim sarsak bir solamda, bir solda. Bundan ikkinchi jumla sarsaqning durust. Lekin bunga qanday deyavermas? Ayrim qaysi u halol bo'lsa ikkinchi jumla qilsa harom bo'lishi mumkin. Masalan, nikahul uxtayn. Masalan, bir ayolning asi bo'ldi. yoki uning asi bo'ldi ayrim. Lekin ikkisini bir vaqt olmaydi. Bundan esa ikkisini jumla sarsa harom bo'lishi mumkin. Lekin ayrim sarsak halol dedi. Amma man mana kulla khalitayn qanda aralashib qazlan bir narsa aralashlam haram deganlik-chi alaqa. Shuni sanmaydigan narsa bo'lsa-mu? O'zi kattadan tashkil etib turadi degandek. Fa imma yakunu dhahaba ila illatan man'a wal ikhtilaf. Bu unda cheklimining illati balki shu aralashtirish bo'lishi mumkin. Bir narsa aralashgandan keyin haram bo'ldi deb qarab. La ma yahdusu an al-ikhtilaf min ash-shidda. Bu dabdan aralashtirishning o'zini shaklangan, aralashtirishdan kelib chiqqan tiz etish masalasi emas. Yani chulning suyining tiz etish masalasi emas bu yerda. Aralashtirishning o'zi harom debdi. Va imma yakuna qad tamassaka bi umum ma warada annahu naha an al-khalitayn. Yoki endi aralashtirib pisirilgan chul suyidan to'sqan degan hadisning umum g'asli olgan bo'lsin. Juda chiroq aralashtirib mumkin. Ay masalan tash shuning uchun. Hanifi mazhab bo'yicha bo'ldi. Shu mas'uldan darajaga bormisizlar, san bo'ldi dedi. Ma boshqalar qilsam bo'lmaydi. Makruh, haram degan. Shu o'zini endi men Hanifi mazhabda ikkinchi jumla sanani o'xshash deb turib oldim.
وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها. Mana haraqımda. Haraq bakin. Bu özlikidan da turup lam sirkega aylanib qopti. Bu özlikidan sirkega aylanib qolsa halol deb hamma ittifoq qilib. Chunki bu nima? Sirka. Sirka halolmi, harammi? Halol. Unda olsa ishlatsan bo'ladi. Qanda o'g'liqlarda narx sirkega aylanib qoldi. Bu aynı zamanda o'tishi bilan ma'lum kimyoviy o'zgarishlar bo'ldi shuni turishida. Sirkaga aylandi. Bu sirka xususiyati. Sirkaning o'lchamlari nima kimyochilik bildi buni. Shu achsu sirkaga yaqinimdi. Qoldigan sirka bu. Demak, ma'qul achsu halol deyla, achsulab qopti. Sirkalab qopti. Unda haraq xususiyatini yo'qotibdi bu. Ma'lum kimyoviy o'zgarishlar bo'libdi buning. Bunda hozir hech kim bilan aralashmay, ya biznasi aralashtirmay, uning kuchimigan holat o'zligidan inda bo'lib qopti. Masalan, bir zimmining haraqini musodirga manbasini tashlab qo'yinglar deb ambaga ilayotgan bo'lsa, keyin bir oydan keyin bu ambani ichib qarasa, sirk chiqayotgan bunasi. O'chada haloldi debdi. Ijmo ekan buni hech qanday xilof yo'q. Vaqtalafu idza qasadat takhlilaha ala thalathat aqwal. Endi maxsus masalan biz buning kuchab buni bir sirkiga achsuv aylantirib oldilar va to'kilib ixtisob buzilguncha deb buningga ma'lum narsani tashlab, kemitirish tashlab, ya sirkdan qo'yib, ya biznarsini qilib, ya oftobdan soydan oftobga o'tkazib, ya namyardan quruq ya o'tkazib bunday ishni qilib yurib, buningga kuchab sirkiga aylantirib qolibmiz. Maqsad holatda sirkiga aylantirib. Bunda 3 xil qarash bor edi. Haram, makruh, mubah. Mubah degani Hanafi mazhabiniki. Vallays val Avza'ining qarashi. Mubah degani. Haram degani jumhurning. Imom Malikdan 3 xil rivoyat bor ekan, birisi shunda makruh degan qarash. Va sabab ixtilofi muaradatul qiyas al athar. Bu yerda qiyas ila asar kelib qoldi. Asarninki mafhumida bu ixtilof chiqib qoldi. Fadalika Abu Dawud xarraja min hadis Anas ibn Malik anna Abu Talha radhiyallohu anhu sallallahu an aytamin warithu khamran. Yetimlarga dadistonda araq miras qolibdi. Rasulullohdan mushaq so'ralibdi. So'ragan chog'da to'kib debdi. Uni sirkiga aylantirsak bo'lmamdi desa, yo'q debdi. فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية. Ya bundan سد ذريعة bahane qilib indashini qilishga, bahane chiqarilish ishini cheklashga iboratda bu. Amaliyotda mayli-bo'ldi, lekin ayda har xil bahane, araq asosli bahane olib qolmasin deb bu cheklangan tezda bunda qilish makruh deb. Sirkiga aylantirish makruh ekan. Va man fahima an-nahya li ghayri illatin, ya cheklda ya illat uni surish qilmaymiz. Cheklagan kim bo'ldi? Çekmiş gerek dese bu haramdır. Ve yakhrucu ala hada an la tahrim aydan ala madhab man yara anna an-nahya la ya'udu bi fasad al-manhi. Şu nahy la yaqtadi fasad degan qarashga asosan shu ko'z qarash bilan nima deyish kerak? Haram emas deyish kerak. Wal qiyas al-mu'aridu li haml al-khall al-tahrim. Endi bu sirkiga aylantirish ishini, bu cheklimini haramga opirishga mushadisdan chiqqani bu hukmga zid qilgan qiyas qaysi desa, u qad ulima min darurati ash-shar' anna al-ahkam al-mukhtalifati inma hiya lid-dawat al-mukhtalifa. Shariatning ahkami manda xilolsa manda hukm qildi. Uning ahvoli boshqaga o'zgarib qolsa boshqa hukm bo'ladi. Shunami? Masalan, tamoq yeymiz. Bu yegan tamoq oxiri nima bo'lib chiqadi? Hayrat bo'lib chiqadi. Lekin uning asli tamoqda bu tamoq deb turolmaz demidi. Bu najosatga aylandi. Undan keyin u najosat bo'ldi. Endi u najosatni bo'lib to'qiyab, keyin tuxumga kelsa, u tuxum yana pokiz bo'ldi. Undan keyin har xil narsa kelgan narsalar buni hukmi ayrim bo'ldi shariatda. Bu hammadan bildigan hukm deydi. Va annal khamra g'ayru zatul khal. Unda aroq degan sirkadan boshqa narsa. Sirka barliq olimning nazarida halol. Faydan taqla zatul khamri ila zatul khal. Unda aroq tabiiyatdagi narsa bu sirk tabiiyatdagi narsaga boshqa narsaga o'zgarib ketsa, yutkilib ketsa, bu chog'da qanday yutib kelgan bo'lsa-dan qat'iy nazar bu halol bo'lishi kerak. Yani biz uni yutkab qo'ydi yoki o'zi turiblam o'zligidan sirkalab qolsin, halol bo'ladi. Buning tabiiyati boshqa narsa bo'lgandan sirka halolmi, harammi? Halolda. Ma'nama o'qitadi al-jumlat thaniya fi istimal al-muharramat fi hal al-israr. Unda majbur bo'lib qolgan taqdirda, shundan keyin birinchi kitob tugaydi. Majbur bo'lib qolgan taqdirda mush yuqorida harom deb qo'ygan narsani ishlatishdan hukmi. Wal aslu fi hada al-bab, unda wal asliga so'zni bildirishadi. Qoida bo'ladigan dalil mushada. Va qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turtum ilayhi mush oyat. Va mush o'xshash ba'zi oyatlar bor. Qonunturra g'ayra bag'in deganda. Va nazar fi hada al-bab sabab al-muhallili. Bu babdan da nimalarni bahs qilmasa, mush halol qildigan sabab qaysi?
mecburlab qalganda nima bo'lib bu narsa halol bo'lib qoldi? Masalan, jon saqlashmi? Ya nima? Va fi jinsi shay'il muhallali majbur holatda zurrat ahvolda halol qilgan narsaning jins qaysi qanday narsalar? Cho'shqi go'sht bo'lib qolsa, bu zurratda halolab inson bo'lib qolsa, tirik insonni kesib yegilolmaydigan bundami? Ma'lum. Famma sabab fa huwa daruratu tag'addim. Halol qilgan sabab nima? Aşaramamda. İnsan istimal qilsa haramda. Yani buni istimal qilsa halol deyish uchun nima bo'lish kerakdir? Rizoni zurriyati. Shuni yemasa o'lib qoldi. Ochachlik qildi. yoki usullik qildi. Yani idza lam yajid shay'an halalan yataghazza bihi. Endi ashuni yemasa yoki ichmasa o'lib qolgan bo'lsa, yoki baklam chataq chiqgan bo'lsa, o'chadi bu. Mustabab ashuni halol qilib qo'ydi endi. Va la xilaf fi. Va amma sabab thani talabul bur'ma. İkincisi, buna kesaldan saqlayay deb ani iste'mol qilish masalasi, ya'ni davolanish masalasi deymiz mana. Va hada al-muxtalafu fihi. Mana bu yo'lda talashtash bo'lgan masala shu. Faman ajazahu ihtajja bi ibahati an-nabiy sallallohu alayhi vasallam al-harira li Abdurrahman ibn Auf li makani hikkatin bihi. Qishqa kesilib qolgan uchun jipak kaysan bo'ldi. Millati jipak rax erlarga haramti. Haramani ala dhukur ummati va hillun li inathiha dedi. Tamam? Demek endi buni ruxsat qilgandan keyin davolanish bo'lgandan keyin harom narsani mayl deb halol qildi mana debdi. Va man mana'ahu fa li qawlihi sallallohu alayhi vasallam inalloh lam yaj'al shifaa ummati fima harrama yoki harrama alayha. Alloh taolo ummatimning shifosini harom qilgan, harom qilgan narsani qilmagan debdi. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan ekan, lekin sahih emasmi? Toza sahih emasmi? Bu manda menda bir Buxoriyda sahih Abdullah ibn Mas'udning shu mavqu marfu desamiz. Bir arfajaning bunni oltinni qildiga, bunda ahvoli bor edi. Ishlash bo'lmaydigan narsani ruxsat qildi. Nima uchun davolanish zaruriyati bo'lganlikdan. Undan keyin davolanishga bu arimlarni ishlash bo'ldi ekan degan bir mazmun chiqdi. Atish qoplag'onlicha oltinda. Buni zaruriyati yo'q. Hozir degan porselen boshqa materialda yasaydi. Oltinda yasash emas. Oltinga har kishiga harom tursa, hozir bo'lmaydi unda oltin. Ayrılığı maylı olan zinnetini için kıpaz. Ama bakar kıysa Ya mesela niyazır diye düşüyor. Keşke zürriyet yok dağıtımız hazır. Ultrasiyonu ölümlerleri bolda dedi başımda Meksik oldu. Onu örpada zaten ölüm alır mı tosap bulamazsın mümkün. Ölüm alır mı sebebisi mümkün. Ayarlan tas bulun işte. Ayarlagan da altın zibzinnat koyuş çekilmegen boğanlıken bunu zibzinnat için saldı belki bulup kalan. Ayarlamda bunu gani öldüzün işi. Hazır mesela bunağa alıqsılılaş, buluqudun işkiyatın tişirlaş, bunda mesele var mı buna? Alimler bu çekidini aşkan zinnetini istep çekilişi mümkün. Ya ki kapırlarımız okşur istep çekilişi mümkün. Yani şu artık zibzinnat kılış daris çigendiken, hem cisimne kalaymakan tişir, avliş boğandiken, hazır tılığımı misalda alıqsalda, kindiki salda, kapkığı salda hazır. Dışına altın kapı olsa olsa tasir olur mu? Yok tasir. Şu anda hazır zinnet bilen bir davalanish işkinden de ayırsak, onu fark çıkıyor. Bu baka, zinnet sonra da kaplı oldu bu. Kaplı olganca en taharetken ondan tasir etişi mümkün. Ama davalanish ruhsat qilgan ekan, kaplı olsa bu çağda meyli buldu. Yani aşı kaplangan narsa aşı işin sırtının hesabı buldu. Aşının su tekse, bu da kan, olsa tanının üstünün meski sesiyap olganda. Baka kaplı olsa uslu olmasın. Demek bu davolanish meselesinde alimlar bunda ikki xil qarash bo'lib qoldi. Davolanish jiqan bu aram narsani ishlab turgan ahvollar. Va amma jinsu shay'il mustabah, endi biz shuni nima qilsak, halol bo'ldimi shu deb qaraldigan narsaning jinsi, va kulli shay'in muharramun misli al-mayta va ghayriha. Haram qilingan narsa shu deydi. Masalan, o'lib qolgan hayvon, cho'shqa va kaza. Wal ixtilafu fil khamri indahum, endi aroqda ixtiloflashib qoldi deydi. هو من قبل التداوي بها لا من قبل استعمالها في التغذي. Aroqni ishlatishda talashtash bo'ldi deydi. Lekin bu talashtash rizolanishda talashtash yo'q deydi. Ya'ni shuni ichmasa usulda o'ldigan, osh qilib o'ldigan bo'lsa, bo'ldi deydi. Davolanishda bu aroqni ishlash bo'lamdi deganda ixtilof bor. Validak ajazu lil atshan. Bu rizolanishda mayli degachga, bular ustab qolgan odam ashundan usuli qandan bo'lsa istimayli dedi. Vali shariqan yuzila sharaqahu biha. Geliq biznes turib qolgan ishni shariq degan. Geliga biznes turib qolgan bo'lsa, su topolmadan. Shuni gachi ishlatmasa, gelib turib qolgan o'lidi bu.
Arakın gıppırı şivetse meyle dedi. Ve emma miqdar ma yu'kalu minel meyteti ve gayriha fe inne maliken kal. Hem de üleyin insan meyle şunda ahvalda kançak eyde olsa İmam Malik hatta derke şeba ve tezavvud minha hatta yecide gayriha. Toy kıçıya yana yanında bir şey ele olsa ta ki halal yemek taptan kadar uzun ele olsan buldu. Ve kâle Şafii ve Ebu Hanife bu işkeylen la ye'kulu minha illa ma yumsukun ramak. İmam Ahmed mu billah. Cumhur cennet saklap qağdak yeydi. Çünkü darura tuqaddar bi qadriha dedi. Ve bi qala bazı ashab Malik. İmam Malik'in bazı şagirdleri cumhur tevkif tuttu. Veya taraftan sebebi helal mubah lehu fi halil ittirar ve cemi'uha. Hem de mecbur olarak qağan çağda aşının qancha giyvesi bulduğun mu ya ki azgına canını saklap qağdak yep turamdı. Yani hiç bulanma hiç diyemeyen şey ne pişki yep koyup mındaklandı. Ve zar ennehu cemi'uha. Hem de şimdi ayetinin zahiri qarısak toyğıçı cık giyvese qancha giysi mevzi degen gep çıkılır. Yani ayetinde فَمَنْ اُتْرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Yani manca giyse din gep yok. Mecbur olup qalsa din gep var. واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره. Sefer masiyette bazı ahvallah okşuşulmaydı da namazda mesela katır kılıç ruhsatının behriman bulanmaydı bu diyen top. Şunu okşaş bunda haram işine kılıçmak istedi sefer kıyğalla bula karta maruhsat yok. Yani bula açlıkta ül oldu iken. Öyle bedbaht deyikemiz. Sen bu günahın kıyılı mangan diken Allah nasi yok. Onu insan bulmaydı o deyik. Oğuluk çiğildin o. Oğuluk kılışınmağında, yani çocuk kılışınmağında, zina kılışınmağında mesela. Kımağı kılışınmağında şahatlar. Bula o ruhsattan bahriman bulanmaydı o deyik. Demek bulan da, onu ölersek mi bulan? Fasıl olan kandak bulan, onu yeyden de. İsa yigelik şumuş, haram nasi yigen yezliyordu günah avidandı. Likavli Teala gayri bağın ve la adin. Ayette gayri bağın ve la adin diyeniken işte bağı kılmağın, tecavüz kılmağın adet sefer kıysam onda ruhsat diyemağın ki adir bu bağı kılışınmandı bu. Bağı ma bu. Ondan bu, bunun ruhsat yok deydi. Ebu Hanife'm de ruhsat badin. Neydi? Bunun bahriman buladaydı. Yani gayruhu diyenmiş ya da Ebu Hanife'nin. Ve zehebe gayruhu yani Ebu Hanife ila cevazi zâlik. Caiz. انتهى كتاب الأطعمة والأشربة وبهذا تم الجزء الأول من كتاب بداية المثال ولله الحمد والمنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك